ismim Kamron. Yoshim 23'te. Men sertifikat servis xizmatida ISO 96 sertifikatini olib, Estoniyaga ishga taklif etildim. Bugun 9-noyabr 2025-yil mana bilet olib Moskvaga chiqib qoldim. Bugun 21-noyabr 2025-yil. Hozir Moskvadaman. Bugun elchixonaga borib, vizani bostirib oldim. Endi bu yog'i Estoniya. Mana hozir hujjatlarni to'ldirish jarayonidamiz. Имя, фамилия. Assalomu alaykum. Men ismim Kamron. Men hozirda Estoniyaning Payda shahrida metalokonstruksiya zavodida ishlayapman. Bu yerga yetib kelishimga sababchi bo'lgan sertifikat servis xizmatiga kattakon minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Agar siz ham Yevropada ishlash niyatida bo'lsangiz, sertifikat servis xizmatiga bog'laning va menga o'xshab Yevropada ishlash imkoniyatini qo'lga kiring.